Assalomu alaykum qarindoshlar. Ata Arafat kunisi, ya'ni Alloh taolo Qur'on Karimda qasam qilgan bir kun. Shundaqla Alloh taolo dunyo osmoniga kunduzda tushadigan birdan-bir kun. Shundaqla Arafat kunisi 365 kun ichidagi Allohga eng suyumlik, Allohning nazaridagi eng ulug' bir kun. Arafat kunisi Alloh taolo nurg'ulg'an do'zaxga hukm qilingan kishilarni do'zaxdan qutuldiradigan bir kun. Şundaqla Allah Taala Arafat günüsü dua qilganlarning duosini ijobat qiladigan bir kun. Şundaqla Arafat günüsü bir gün tutqan rozimiz o'tganki bir yillik, kelarki bir yillik gunohimizning afu qilinishiga sabab bo'lgan mushundaq ulug' bir kun. Atini roza bilan o'tkazaylik. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Arafat günüsidagi bir kun roza ilgirki bir yillik va keyingi bir yillik gunohni afu qiladi degan.